Mana bizni hozir ekskursiyadan qaytyapmiz. Mana odamlar ham qaytishyapti. Kechqurun shunaqa chiroyli bo'lar ekan, layner shunaqa chiroyli ko'rinishi, ayniqsa uzoqdan вообще dahshat. Nilufar, ketyapmiz. Qarang, Nilufar, qalay maza? Shopping bo'ppinglar qilib keldik mana shoppinglar. Tailandda anaqalarini olib, Maza. mana Rustamboy. Gapiring endi qora aka. Nima deyman? Dilshod aka, sizga bu rolik. Dilshod aka, kimdir? Ishonmagansiz. Hali ham ishonmayapsiz. Meni ham ikkilantirib qo'ygansiz. Shu klubga yozilganimda men ham o'zi ishonmagandim. Hamma ham ikkilanadi. Lekin kelib, ko'rib, o'zingiz bilan mana shunaqa kemalar ko'rganingizdan keyin уже reallikni bilasizda. Bugun 4-kunimiz, lekin 4-kunni 4 ta joyga kirib, уже har xil ma'lumotda har kuni. Shunga ertaga umuman boshqa joylarga boramiz, shaharga kiramiz, plyajlarga kiramiz. Okeanda cho'mildik. Shu. Dengizda. O'shadaga qarang, yozilsangiz yoziling. Bo'lmasa mana shunaqa kichkina kemada olib beraman sizni bo'lmasa. Mana ham kichkinasi bor-ku o'shanisida. Kattasida emas. Mana anaqa paraxodlar bor-ku. Kechaga o'sha anaqaga ostrovga olib borgan paraxodlar o'sha. Qarang, o'shadaga sen borib kelsang, keyin men boraman degansiz. Agar kelmaydigan bo'lsangiz, qarang, mana shu kemani mana hokimiyat kanali bor-ku, o'sha yoqqa olib boraman. Shu yerda o'tirib olasiz. O'shadaga shu mana shunaqa ishonmaganlarga, ikkilanganlarga bemalol uverenni aytamiz. Kelinglar, yozilinglar, Inkruz orqali Tekinga kelib sayohat qilinglar. Misol uchun biz ham mana faqat shu yoqqa yetib kelsak bo'ldi. Lekin hammasi Tekin, shaharlarga chiqib aylanib kelyapmiz. Endi mizir rasxodlar bor, unaqa katta rasxodlar yo'q. Xohlagan joylarga kirasizlar, xohlagan ovqatinglarni yeyasizlar, halol ovqatlar alohida. Hamma mori produkti, xullas. Shvedskiy stol, xohlasanglar restoran. Har kuni biz mana restoranga chiqamiz. Biz endi restoranga kiryapmiz hozir, erta hurmatlarni joyiga qo'yib, ovqatlarni o'zlari olib berishadi. Shvedskiy stolda o'zingizlar ovqatlarni tanlab olib borib o'tirib samoobslujeniya shvedskiy. Da, xullas mazza qilib yurishibdi mana. Xotinlar. Hojamlar jon olib boramiz. O'sha mana plan qilib qo'yishdi. Simboli Rustam puli yig'ilib yotibdi shu yerda. 10 kun oldinda, 10 kun ichida xudo xolisa har kuni mana shunaqa taassurotlardan yuborib turamiz. Bunisi birinchisi Dilshod akamga yuboraman. Dilshod aka, qarang. Dilshod akalari kim? Qaysi Dilshod aka? Voy. Dilshod. Yo'q. Mana Dilshod aka, ishoning. Juda anaqa Rustamni ham ikkilantirib qo'ygan ekansiz. Lahatron u piramida bir narsalar deysiz Dilshod aka, meni ham ikkilantirib qo'ydi. O'sha bor Nargizdan pulimni qaytarmoqchi edim. Vuy. Yo'q, xo'p, qarang, shuncha gap so'zlar bor ekan. Anaqa nima endi hozir? Ko'zing bilan ko'rib ishondingmi? Ko'rish kerak, bo'ldi. Bu faqat nima deydi, faqat pulda emas gap. Prosta dunyo ko'rasiz, odamlarni qanaqa yashayotganini ko'rasiz. Dunyo qarashingiz kengayadi. Hamma karabilning ichi o'zi bir dunyoda. Yoqdan bu yoqqa hali polni aylanib ulgurmadik hali 4 kun ichida. 10 kun yana aylansak, o'shanda telefonimizga ham sig'mayapti. Yo'q, anaqa aytaman, layner aytaman. Shunaqa kattaligidan telefonimizga ham. Bu 13 etajli kichkina karabil. Bu kichkina layner hisoblanadi. Bular 13 etaj. Keyingilarga 20 etajli, bundan ham kattalari bor. Xudo xolisa o'shalarga boramiz. Xudo xolisa. O'shadaga birga kelamiz degansiz, qarang. Xudo xolisa nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin iloyim. Shunaqa dunyo bo'ylab sayohat qilishlar, shunaqa laynerlarda.